Arnold bilan tanishing. Seni jiddiy jang kutmoqda. Seni jangingni bir pashsha buzadi deb o'ylamagan edim. Ey Arnold, Men senga pashshalar bilan o'ynashni tavsiya etmayman. Chunki pashshalar odamlarga zarar yetkazishi mumkin va eng xavfli turlari Janubiy va Markaziy Amerikada, shuningdek Afrikada uchraydi. Misol uchun, hayvonlar ichida lichinkalarni ko'paytiradigan yoki otning oshqozonida lichinka tashlaydigan pashshalar bor. Ular hatto otlarni ham egallab olishgan. Hayvonning ichiga kirgandan so'ng lichinkalar u yerda oshqozon va boshqa organlarda uya qura boshlaydilar. Yana bir turi borki, ular qo'ylarning burun qismiga lichinkalarini tashlashadi. Lichinkalar ichkarida rivojlanadi va keyin yo'ldan chiqqan barcha organlarni yeb bitirishadi. Ammo bundan dahshatliroq narsa bor. Unaqa pashshalar odamda ham uchraydi va odam go'shtini sevib iste'mol qilishadi. Eng yomoni, miya ularning sevimli ovqati. o'zi Arnoldning tovuqday miyasi bor edi. Ko'pincha lichinkalar tanaga oziq-ovqat va ochiq yaralar orqali kiradi. Ammo ular og'iz, ko'zlar va quloqlar orqali jimgina sirpanishlari ham mumkin. Tasavvur qiling-a, agar tanangizda 10 minglab lichinkalar bo'lsa, nima bo'lardi? 2-3 kun ichida butun ichingizni yeb bitirishlari aniq. Maxsus dori-darmonlarni qo'llamasdan bu kichik hasharotlardan omon qolishning ikki yo'li bor. Birinchisi, zararlangan joylarga yangi cho'chqa go'shtini qoplashdir. Bunda lichinkalar uning hidiga emaklab chiqishadi. Ikkinchi usul penetratsiya qilishdir, ya'ni qalin vazelin bilan zararlangan joyni yopish. Bu holatda kislorod yetishmasligi tufayli lichinkalar tiqilib o'lishadi. Arnold, sen hali ham tirikmisan? Lekin tashqi ko'rinishing shvetsariga pishloqiga o'xshab qolibdi. Endi bundan buyon pashshalarga nisbatan xushmuomala bo'lasan degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sarguzashtlar hali oldinda.